Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'zshangar jamoasining navbatdagi ishini. Navbatdagi ishimiz quyidagi ko'rinishdagi ferma yasayapmiz. 7 metr uzunlikdagi. Bu fermani o'zimizga ehtiyojimiz uchun yasayapmiz. Ustaxonamizni ustini yopish maqsadida. Xo'p, ayni ko'rinishda an'anaviy shakldagi ferma uslubini tanladik. Ko'rib turganimizdek ikki xil geometrik figuradan foydalandik. Burchak ostidagi figuralar va arka sifat holat bo'yicha yasab taqdim qilinmoqda. Xo'p, ishlatilgan mahsulotlar 4x4 profil va 4x6 profildan foydalangan holatda ayni shakldagi fermalarimizni yasab olyapmiz. Nagruzka hisobi ham aniq olingan. 1 metr kvadratga yarim tonna yuk ko'tarish holati bo'yicha quyidagi fermalarimizni yasab, demak, ayni shaklga keltirilyapti. Bu yerda shablon asosida bittasi yasaldi va ustiga qo'yilgan holatda yig'ildi. Endigi navbat mana hammasini birma-bir svarkalab chiqish jarayonidan o'tilyapti. Xo'p, kesimlar asosida demak yasaldi. Bu yerda ko'rib turganimizdek ozgina murakkablik holati mavjud. Graduslar bir-biriga tushmaydi. Birga bir ustiga qo'ygan holat bo'yicha demak yasash kerak bo'ladi. Aynan har bitta qovurg'a bir-birini mutlaqo takrorlamaydi. O'lcham bo'yicha ham, demak, gradus asosida kesim holati bo'yicha ham umuman bir-birini takrorlamaydi. Shu bois bu fermamiz har bitta detali alohida har xil o'lcham asosida birma-bir kesish usulida yasaladigan ferma holati bo'yicha taqdim qilinadi. Mana shu ko'rinishda ferma yig'ilmoqda. Hozir umumiy ko'rinishini ko'rsatamiz. Mana shu ko'rinishda ferma o'z o'rniga joylashtiriladi. Ya'ni mana ko'rinishi ayni holatda bo'ladi. Ustki qismi odatiy uchburchak holat bo'yicha, pastki qismi arka uslubida bo'lyapti. Nima maqsadda bu shaklni tanladik? Birinchidan bu yangilik. Xaridorlarimiz uchun ham yasab ko'rsatamiz. Chiroyli ferma holatini istaydigan demak tadbirkorlar uchun, showroom qiladigan tadbirkorlar uchun mana shunday holat bo'yicha an'anaviy uslubdagi chiroyli geometrik formaga ega ferma holat bo'yicha taqdim qilinmoqda. Ustaxonamizni yopilmagan qismi mana shu joyiga ana shu fermamizni o'rnatamiz. Nasib etsa, demak ishimiz yakunlangandan so'ng to'liq holat bo'yicha ham quyidagi ishni, ya'ni quyidagi yasalgan fermalarimizni qanday holatda o'rnashgani haqida ma'lumot berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ustiga esa Lexandan foydalanamiz, sababi bizning ustaxonamizda yorug'lik talab qilinadi. Ko'proq yorug'lik manbai tushishligi uchun ustiga Lexan qoplagan holatda ayni demak ustaxonamizni ustini yopish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi videomiz quyidagi ma'lumotdan iborat bo'ldi. Keyingi videolarimizda to'liq holat bo'yicha ma'lumot berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.